Jannatning eng yuqori va muhtaram darajasi Jannat al-Firdavs. Har bir iymonli u yerga borishga intiladi. Firdavsning ma'nosi bog'. U yerda turli xil ko'rinishdagi o'simliklar yetishtiriladi. Boshqa ma'nosi uzumlar bog'i. Jannat al-Firdavs Al-Kahf surasida qayd etilgan. Al-Firdavsga kirganlar Allohning arshiga eng yaqin bo'ladilar. Bu darajada sizning atrofingizda payg'ambarlar bo'ladi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Qachon Allohdan jannat so'rasangiz, Jannatul Firdavsni so'rang, chunki u jannatning eng yuqori joyidir." Sahih Buxoriy 2790. Bu daraja kimda kuchli iymoni bo'lsa, kimki Allohga samimiy ibodat qilgan bo'lsa, xayriya ehson qilishga ulgurgan bo'lsa va yaxshi amallarni ado etganlarga atalgandir. Qur'onda toza suvli daryolar oqadi, sut, sharob va asal toksinlardan xoli deb tasvirlangan. U yerdagi bog'lar hammani, barchani qoniqtiradi. Yorug'lik butun Jannatul Firdavsni to'ldiradi va to'g'ridan-to'g'ri ilohiy huzurdan keladi. Iymonlilar u yerda oltindan, kumushdan, marvaridlardan va boshqa qimmat toshlardan yasalgan ajoyib turar joylarda yashaydi. Iymonlilar u yerda Allohning jamolini ko'rishning eng oliy quvonchini his etadi. Aholisi abadiy yosh bo'lib qoladi va kasalliklardan xoli bo'ladi. Jannatul Firdavs abadiy baxt bilan to'ldirilgandir. Bu yerda barcha ehtiyojlar va istaklar cheklovsiz va oxirgacha qondiriladi. Jannatul Firdavs musulmonlar bu hayotdan yaxshilikka intilishi uchun ruhlantirish sifatida xizmat qiladi. Hammasi uchun Allohdan mag'firat va rahmat so'rashimiz kerak. Tarjima qildi Tanho.